35-ci bab. Sultan Üveysxan şehit bolğandan keyin İrazan parakendçiliginin bayani. Sultan Üveysxan şehit boldy. Moğol ulusiga qalaymaqanchilik va muqimsizlik yuzlandi. Qaraqul Ahmad Mirza Satuxonni qatl qilgandan keyin Moğol ahliga xeyli tasalli hosil bo'lgan edi. Lekin Üveysxandan 2% qolgan bo'lib, birining iti Yunusxon, yana birining iti İhsan Buxaxon edi. U farzandlar ichida Yunusxon cho'ng bo'lib, shu chaqda 13 yoshda edi. Amirlar orasida mundaq ixtilof paydo bo'ldi. Barınlardan İrazan atliq barin va Mirak Turkmandan iborat 2 kishi bo'lib, ular Amir Xudaydatning mo'tivar kishilaridan edi. Amir Xudaydatdan ayrilib qolgandan keyin uning o'g'li Mir Muhammad Shohning xizmatida bo'lgan edi. Üveysxan şehit bo'lgandan keyin bu ikkilan o'zining butkul tavobiatlari bilan billa Mir Muhammad Shohdan ayrilib Yunusxonga qo'shildi va fitna fasod paydo qildi. Yana boshqa xaloyiqlardanmi Yunusxonga qo'shilganlarni aytib to'la edi. Ammo amirlarning ko'pinchisi İhsan Buxaxon tarafda turdi. Shu sababdan Moğol xalqi Moğolistonda tura olmadi. Shunga İrazan barin va Mirak Turkman qatorliqlar Yunusxonni ilib 30 ming o'ylik Moğolni boshlab Samarqandga yuzlandi. İhsan Buxaxon boshliq qolgan amirlar Moğolistonda qoldi. 36-ci bab. Yunusxon bilan İrazan barinning Samarqandga Mirza Ulug'bekning huzuriga borganligi. İrazan barin bilan Mirak Turkmanning kelganlik xabari anglandi. Ulug'bek Samarqanddan O'zbek bilan oldiga chiqdi va Moğol xalqiga ta'minot berishga va'da berib, mundaq dedi: "Har o'ylik kishi ismini ayrim-ayrim yozdirsin. Shuningdek keyin har o'ylik kishiga alohida ta'minot tayin qilgaymiz. Ta'minot umidida Moğol xalqi bir o'ylikdan ayrilib shaharga kirishga boshladi. Bu darvozadan kirib yana bir darvozadan chiqadi. Chiqadigan darvozaning yenida nurg'un odam taq bo'lib turishgan edi. Ular uy egisini o'ldirib, xotinini asir qiladi. Mo'g'ullarning qal'aga kirganlarning hech bir xabari ma'lum bo'lmas edi. Shunda qilib Mirza Ulug'bek shu yo'sinda bu ishni necha kunda tamomladi. Yunusxonni o'lja g'animat qatorida otasi Mirza Shohruxga sovg'at hukmi bilan avatdi. Bu vaqtda xon 13 yoshda edi. Yunusxonni Shohruxning huzuriga elib bordi. Mirza Shohrux o'g'li Ulug'bek Mirzaning Yunusxonni asir qilganligiga g'azablanib, bu ishni xatoga hukm qildi. Shunga Shohrux Mirza xonni asarlari qatoridan chiqarib, uni otilarcha mehribonlik bilan azizladi. Xonni farzandlari qatorida ko'rib, Mavlanoning xizmatida fazilat va kamolat hosil qilsin degan niyatda uni Mavlana Sharifiddin Ali Yazdining tarbiyasiga vahola qildi. Mavlana Sharifiddin Ali Yazdi Tangri uningga rahmat qilg'ay, ning Yunusxonning ismiga yozgan muammalari noiti to'lidir. Xonning etiga aytgan she'rlari va qasidalarimi noiti nurg'undir. Bu matla shular jumlasidandir. Nazm. Ayki miguyiki az mulki xita xon amadas. Xoni manat badveyran xon magu can amadas. Tercümesi. Ayki aytursan budem mülki xitadın keldi xon. Xonmanın bolsu veyran xon demekim keldi can. Shunda qilib Yunusxon 12 yil Mavlanoning xizmatida fazilat o'rganish bilan mashg'ul bo'lib, ilm va fazilatda kamolat hosil qildi. Toki Mavlana vafot bo'lguncha uning xizmatida bo'lib, ondan Yazdidan Iroq, Arab va Paris taraflarga safar qildi. Xon toki 24 yoshga yetguncha Mavlanoning xizmatida bo'lgan edi. 41 yoshda Mo'g'ulistonda podshoh bo'ldi. Bunun bayani Xudo xolisa tövəndə zikr qılınğısıdır. 37-ci bab. İhsan Buxaxon İbni Üveysxonning xonliq taxtida o'ltirganligining bayani. Yunusxonni İrazan barin Mirak Turkman qatorliqlar Samarqandga elib ketgandan keyin butkul Mo'g'uliston İhsan Buxaxonga tava bo'ldi.
Hamma amirlar Eson Bug'axonning xizmatida bo'ldi. Shunga Eson Bug'axonning hukmronligi toza ravoj topdi. Xonning zarur xizmatlarida Amir Saydali nihoyat ko'p ijtihod va tirishchiliklar ko'rsatdi. Xon taxtda mustahkam o'rlashgandan keyin Amir Saydali Qashqarga berish uchun xondan ruxsat so'radi. Chunki yuqorida aytib o'tilganidek, Hoji Sharif Qashqarni Mirza Ulug'bekka tava qilib berganda, Amir Saydalining otasi Mir Said Ahmad Qashqarni tashlab qochib ketgan edi. Mirza Ulug'bek Sulton Malik Do'g'latni uningdan keyin Pir Hoji Muhammad Shoyista otliq bir kishini, yana uningdan keyin Pir Muhammad Barlasni Qashqar hukumatini boshqarishga avatgan edi. Amir Saydali Eson Bug'axonga arz qilib, mushu kunlarda fursat g'animatdir. Qashqarga yurish qilib, qo'limizdan ketib qolganiga 14 yil bo'lgan ota-bobomning bu taxtigohini bir amallar bilan qaytarib olgayman. Chunki bu qadimiy yurt tavallikidimizdan mundaq chiqib ketsa, biz uchun nohaqchilik va ornimiz bo'lg'usidir dedi. Eson Bug'axon Amir Saydaliga ijozat berdi. 38-bab. Amir Saydalining Qashqarga yurish qilganligi va uni qo'lga kirgizganligi. Ashu kunlarda yuqorida zikr qilingan Manglay Suyining ko'p qismi Do'g'latlarning tavalligida edi. Shu jumladan Qashqar bilan Andijonlar Samarqand Devon mahkamasiga tava bo'lgan edi. Issiqko'l chegaralari zamon inqiloblari bilan vayron bo'lgan edi. Qolgan ko'p qism joylar yanada Do'g'lat amirlarining qo'lida edi. Ashu kunlarda Oqsu, Kucha, Boy diyorlarida Amir Saydalining qarindoshlari, ota-onasi va o'g'lonlari bor edi. Amir Saydali Oqsuga keldi. Ahli xotinini Oqsuda qo'yib, o'zi Qashqarga yurish qildi. Bu to'g'risida bir-biriga o'xshash bo'lmagan rivoyatlar bor. Amir Saydali Oqsuga kelgandan keyin xotini va bola chaqalarini Oqsuda qo'yib, o'zi Qashqarga yuzlandi. Bu chaqda Amir Saydali bilan uning qarindoshlaridan Odil Mu'min Mirza va Saydu Muhammad Mirza qatorliqlarning o'tirsa urush mojarolar yuz berdi. Oxirida Amir Saydali ularning hammasini yengdi. Shundaqdimi o'zining urug' tuqqanlaridan noydi ko'p kishi o'ldirildi. Bu to'g'ridagi rivoyatlar ko'p xil. Shu sababdan bu rivoyatlar bayon qilinamdi. Shunda qilib Amir Saydali o'zining urug' tuqqanlarini yengdi va 7000 kishi bilan Qashqarga qarab yurish qildi. Ular Qashqar chegarasiga yetib kelgandan keyin Qashqardan Hoji Muhammad Shoyista otliq va piyodalardan 30,000 kishi bilan yo'lga chiqib, Qashqardan 3 farsang yiroqlikdagi 3 Barxon degan joyga kelib taqobil bo'ldi. Ammo Hoji Muhammad Shoyista Amir Saydalining birinchi hujumiga bardoshlik berolmay qochdi. Mo'g'ul Chag'atayning orqasidan qo'g'lab kelyotdi. Ammo Mo'g'ul uningga hech bir zarba yetkizmasdan bütün aslahalarni tashlab berdi va noli zor qilg'ili turdi. Shu sababdan bu urushga Salay Begim deb nom qo'ydi. Bu degani eginimni Salay Begim. Xanzuchi nashrda amirimni yo'qotib qo'ydim deyilgan muharrirdan deb yolvurdi deganlik edi. Salay Begim urushi ashu chegradagi mashhur urushlardan biri bo'lib, Qashqar xalqi uchun bir tarix bo'ldi. Qechib kelganlar qal'a ichiga bekinib oldi. Amir Saydali qal'aning sirtida qo'ldan kelganicha bulang-talang qilgandan keyin qaytib ketdi. Kelarki yilida ziroat bosh tortgandan keyin yana keldi. Bu navbat Amir Saydalining muqobilasiga hech kim chiqolmadi. Hoji Muhammad Shoyista qal'aga bekinib oldi. Amir Saydali qal'aning sirtini yana bulang-talang qilib, Qashqar tavasidagi qal'alardan Alaku otliq mahkam bir qal'ani qonliq urushlardan keyin oldi va qo'ldan kelganning hammasini qilib yondi. Hoji Sharif Mirza Ulug'bekning huzurida edi. Bir kuni Mirza Ulug'bek uningdan Qashqarda his. Tehron nashrida bu so'z har eshak deyilgan. To'li deydi, rasmu deb so'rdi. Hoji Sharif Qashqarga Chag'atay kelgandan buyon his to'li bo'lib qoldi
deb javob berdi va Hoji Sharif Ulug'bekka qattiq talab qo'yib, Pir Muhammad Barlasni Qashqarga ilib keldi. Ulug'bek Hoji Muhammad Shoistini Samarqandga ilib ketdi. Pir Muhammad Barlas Qashqarga kelgandan keyin Qashqar xalqi uningga Pir Muhammad Yangi Tehron nashrida bu so'z Bangi deyilgan deb laqam qo'ydi va uni hech bir hisobga olmadi. Hoji Sharif Chag'ataylardan noumid bo'ldi. Shunga 3-yili Amir Saydali Qashqarga yana kelganda Qashqarning kattalari Hoji Sharifga g'alaba g'ovg'a qilishga boshladi. 2 yildan beri ziroatlarimiz zoyi bo'ldi. Yana bu yil zoyi bo'lgan bo'lsa, ocharchilikda qolamiz deyishdi. Amir Saydali Qashqarga yetib kelgandan keyin Qashqar xalqi Pir Muhammad Barlasni tutib bog'lab elib chiqdi. Amir Saydali uning beshini elib hayot libosini yirtdi. Uningdan keyin Qashqar shahriga kirib, adolat bilan ish tutib, puhralarga, muruvvat va zolimlarga siyosat qilib, nihoyatda o'ngishli 24 yil hukumat tutdi. Mamlakatning obodligini shu darajaga yetkazdi-ki, toki mushu damgacha kishilar Amir Saydalining tarifini qilishadi. Amir Saydali bu muddat ichida mol-mulk, ziroat va chorvalarni shu qadar ko'p to'plagan edi. Uningdan 3 o'g'il, 2 qiz qolgan bo'lib, mirosini taqsim qilgan vaqtida bir o'g'il, ya'ni Faqir ning buvam Mirza Muhammad Haydarga 18 ming. Molla Muhammad Niyoz tarjimasining bu qo'lyozmasida biz 160 qo'y deb ko'chirilib qolgan. Parischa qo'lyozma va Tehron nashrida Xanzucha tarjimasida 18 ming qo'y deb yozilgan. Parischa nusxa va Muhammad Sodiq Qashqarning tarjimasiga asosan to'g'rilandi. Qo'y miros tekan edi. Hoji Faxriddin Artuchi bo'lsa tijoratchi, taqvodor, to'g'ri so'zli kishi edi. Faqir uningdan mundaq anglagan edim. Amir Saydali Zimistonda 3 oy shikor qiladi. Bu shikorda hech kishiga uning sipohlaridan ziyon va mushaqqat yetmaydi. Chunki hamma lozimatliklarni va qonalg'uni birga ilib yuradi. Bu 3 oy ichida shikorga chiqqanlarning hammasining ozuqligi, go'shtlari va boshqa lozimatliklarni o'z o'rdasidan beradi. Har kishiga qanchalik ketadiganligini muqarrarlashtirish qo'ygan edi. Ba'zi kunlarda 500 qo'y, ba'zi kunlarda uningdan ko'proq sarf qiladi. Har bir kishining martabasiga qarab 10 qo'y va arpa qatorliq lozimatlikni tarqatadi. Ba'zi yillarda 3000 kishi bilan shikarga chiqadi. Ularning hammasining oylik ta'minotini amir ordisidan beradi. Shikargoh atrofidagi xalqning hammasi amirning shikarga chiqishini orzu qilishadi. Chunki ashu ozuqlardan oshqinni boshqalarga beradi. Hoji Faxriddin yana mundaq degan edi. Bir qitim Amir Saydali bizning ortishqa kelib tushdi. Shikor amiri Amir Saydalining yeydigan maxsus unlaridan non pishirg'azadi. U bir ojiz xotinga 6 nondan bir non ish haqqi berish va'dasi bilan non pishirg'izibdi. Keyin u xotinga un, o'tin, tuz, yog' hammasini berdim. Pishirib bergan chog'liq xizmatni ish haqqi olmay qilishing lozim emasmi? Deb u bechora xotinga non bermabdi. U kuni Kash Amir Saydali shikardan yenib kelishi bilan tang u zaif xotin arz qilib keldi. Amir Saydali shikor amirini chaqirib so'ragan edi. Shikor amirmi xotinning ajrini bermaganligini iqror qildi. Amir Saydali nonni o'zing pishirmay, bu ojiz mazlumga zulm qilib pishirg'izdingmi? Deb o'zi shu yerda to'xtab turib, to'mirchining do'konidan ombur oldirib kelib, shikor amirining iziq tishini tatqizib, beshiga qoqtirib qo'ydi. Demak, Amir Saydalining adolati va siyosati shu darajada edi. Amir Saydalining bino qilgan xayr, ehson tarqitish imoratlari toki mushu kungacha Qashqarda bor. Bu 24 yil ichida ko'p voqealar bo'ldi. Bular keyin ahvolga qarab keng va sog'lom rivoyatlar bilan sharhlab bayon qilingusi. 39-bob. İhsan Buxaxonga amirlarning qarshi chiqqanligi va shuningdan keyin yuz bergan voqealar. Yunusxon Samarqandga ketgandan keyin butkul Mo'g'ul ulusi İhsan Buxaxonga itoat qildi. Butkul jamiyat uning bo'ysundi. Bir qancha yil shu yo'sinda o'tdi.
İhsan Buğaxan yaş bolğanlıq üçün əmirlərinin mərtəbəsiga rioya qılmadı. Uyg'urlarning Turpan qabilasidan Temur adlıq bir kishini o'ziga o'rinbosarlikqa o'ltirg'izdi va uningga bo'lgan tarbiya va hissdoshligini haddidan oshirib etdi. Əmirlər Temurning hammadan ulug' martabaga chiqib olganligiga va o'zlarining hurmatlarining qolmaganligiga taqat qila olmadi. Bir kuni xonning huzurida əmirlər hujum qilib Temurni par qildi. Ondan biraqli bo'linib ketdi. Xon bu vaqadan intayin cho'chib ketdi. Shunga o'rnida turolmay qochib ketdi. Bu xabar Qashqardagi Amir Saydaliga yanglandi. Amir Saydali xonni izlab Mo'g'ulistonga berib, xonni Oqqiyos, Xanzucha nashrida Oqbos deyilgan muharrirdan degan joydan topdi va bir necha kishi bilan Oqsuga elib keldi. Hamda Oqsuni xonga bo'ysundirdi. Lekin Moğol əmirlərinin hər biri öz işi bilan məşğul oldu. Mir Muhammad Şah Atbaşı degan joyda turardi. Xon bilan bular o'tirsida xatchak va ahdu paymonlar to'la o'tgandan keyin qarindishining o'g'li Amir Saydalining vasitasi bilan Oqsuga, xonning huzuriga bordi. Shuningdan keyin toki umrining oxirigacha aziz va muhtaram bo'lib o'tdi. Yana Mir Karimberdi degan kishimi Doğlat əmirlaridan edi. Moğoliston chegarasidagi Andijon va Farg'ondagi Alubuga degan joyda bir egiz dövining ustida mustahkam qal'a tayyorlab, shu yerda o'rnashgan edi. Bu qal'aning iznalari hozirmi bor. Mir Karimberdi u yerdan Andijon va Farg'ona taraflarga berib, musulmonlarni bulang-talang qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Mir Haqberdi kichik beklardan edi. U qalmoqlarning hujumidan qo'rqib, issiq ko'lki Qo'ysuy otliq joyda paypak jazisiga qalla soldi va ahli ayolni shu joyda qo'yib, o'zi Turkiston va Sayramni vayron qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Churus va Barin qavmi Amiri İhsan Tayshining o'g'li Amasanchi Tayshi Xanzucha nashrga tayyorlash asosan to'liqlandi. Muharrirdan ning peşiga qalmoqlar yurtiga ketdi. Qalıcı və Balğaçı başlıq neçə qəbilə Əbul Xeyrxanның huzuriga Özbekistonga ketdi. Könçə əmirləri bilan bir neçə cəmaət Moğoliston səhralarında bölünmə holatda yuriyotdi. Bu hadislər tüpaylidan Moğolistonda təfriqçilik baş ko'targan edi. İhsan Buğaxan Oqsuda o'rlashgandan keyin Mir Muhammad Shah Oqsuga keldi. Onundan keyin xaloyiq yana xonga itoat qilishga boshladi. Xonmu o'zining qilgan muomalasiga pushaymon qilib, xaloyiqqa yaxshilik qildi. Shuning bilan yana qaytadan kuchaydi. Tunji qitimda Sayram, Turkiston va Toshkentni biraqla vayron chopqin qilib yondi. Bu vaqa tarixning hijriya 855-yili, milodiya 1951-yilidan ilgari bo'lgan edi. Ikkinchi navbat yana shu yo'sin bilan yuqorqi viloyatlar ustiga bordi. Bu zamanda Mavara'u Nehir'de Sultan Ebu Said Mirza Padşah idi. U xonning orqasidan qo'g'lab, tarix kitoblarida zikr qilingan Yangi, Talas deb ataldi. Hozirgi Qozog'istondagi Jumbul tavasida muharrirdan degan joyda xonga yetishdi. Ammo xon hech bir sababsiz urush qilmasdan qochdi. Sultan Ebu Said Mirza'mo shu yerdan yondi. Sultan Ebu Said Mirza Xorasonga qaytib ketgandan keyin İhsan Buğaxan Andijonga keldi. Andijonda Mirza Ebu Said tarafida turadigan Mirza Ali kichik otliq bir amir bor edi. U Andijon qal'asini mahkam saqladi. Xonning lashkarining to'liliqi shu darajaga ediki, butkul Andijon qal'asini 3 qator aylantirib muhosara qildi. Har tarafdan laxmi ko'lab tashqirqi ahallarni oldi. Mirza Ali kichik arikda qoldi. Oxir ular sulhi talab qilib, nurg'un sovg'a salomlar bilan xonning oldiga keldi. Xon butkul Andijon xalqini asir qilib yondi. Toki mushu zamongacha shu asir bo'lganlardan Qashqar va Mo'g'ulistonda to'la. Sultan Ebu Said Mirza bu xabarni angladi. Ammo İhsan Buğaxanni yo'qotishga ojiz keldi. Chunki Ebu Said Mirza agar Mo'g'ulistonga yurish qilsa, İhsan Buğaxan Mo'g'ulistonning yiroq chegaralariga ketadi. Samarqand lashkarlarining u yerga yetib berishi mumkin emas edi. Sultan Ebu Said Mirza yansa İhsan Buğaxanmo yenib keladi.
Abu Said Mirza uningga taqobil turg'idek amirlardan qo'yishga muyassar bo'lolmaydi. Chunki Eson Buxaxonning kuchi va lashkarlarining to'liligi shu darajada ediki, Abu Said Mirzaning amirlari uning hudisidan chiqolmaydi. Uning ustiga Sultan Abu Said Mirzaning Iroqqa lashkar tortish muddaosi bor edi. Lekin Eson Buxaxonning ziyon zahmat selishidan qo'rqib, Iroq tarafga bora olmayotdi. Shunga Iroqqa kishi avatib Yunus xonni elib keldi. Buning voqeasi tövəndə təfsili bayan qılınğısı. Yunus xan Eson Buxaxonning aksi bo'lib, Iroq ziminida musafir bo'lib yurayotganligi yuqorida bayon qilib o'tildi. Demak, Sultan Abu Said Mirza Yunus xonni Eson Buxaxonning ustiga avatdi. Uning g'arisi shu ediki, ikki qarindosh bir-biri bilan urush qilishga mashg'ul bo'lsa, Sultan Abu Saidning viloyatlarining chegaralari tinish bo'ladi. Eson Buxaxonning huzuridan bo'linib chiqqan Mo'g'ul amirlari har qaysi birdan qal'aga bekinib olib, Eson Buxaxonga to'liq itoat qila olmaydi. Eson Buxaxonmo ularga chiqilmaydi. Balkim yana menga itoat qilib qolar deb umid qiladi. Shu kunlarda Abul Xayrxon dashti qipchoqni qo'lga olib, Juji naslidan bo'lgan sultonlarga hujum qilishga boshladi. Janibek xon va Kiray xon uningdan qochib Mo'g'ulistonga keldi. Eson Buxaxon ularni himoyasi ostiga oldi va Mo'g'ulistonning g'arb tarafidagi Judu kuzboshi tarafni ularga berdi. Ular u yerda o'z ahvoli bilan mashg'ul bo'ldi. Abul Xayrxon vafot bo'lgandan keyin O'zbek ulusi orasida ixtilof va nizolar to'la yuz berdi. Ulardan ko'p qismi Janibek xon va Kiray xonlarning huzuriga keldi. Shunda qilib ular ko'payib soni 200 ming kishiga yetdi. Ularning ismlari O'zbek, Qozoq deb ataldi. Qozoq sultonlarining dastlabki davlat qurgan vaqti ehtimol tarixning hijriya 770-yili. Xanzuja nashrida 870-yili deyilgan. Miladiya 1368-1369 yillarga to'g'ri keldi. Muharrirdan. Tangri eng yaxshi bilguchidir. Toki hijriya 940-yili. Hijriya 940-yili, miladiya 1533-1534 yillarga to'g'ri keldi. G'icha qozoqlarning hukmronligi yurgizildi. Ko'pinchisi O'zbekistonda. Kiray xondan keyin Baranduk xon. Xanzuja nashridan Baranduk xon deyilgan muharrirdan. Uningdan keyin Janibek xonning o'g'li Qosim xon bor. Qosim xon dashti qipchoqni shu qadar mustahkam tutdiki, lashkarlarning to'liligi 1 milliondan ko'p edi. Ehtimol Juji xondan keyin u yurtda Qosim xondan ulug'roq xon bo'lmadi bo'lg'ay. Qosim xondan keyin o'g'li Mimash xon. Boshqa joylarda Mumash xon deyilgan muharrirdan xon bo'ldi. Uningdan keyin qarindishining o'g'li Toyir xon bo'ldi. Ammo Toyir xonning zamonida qozoqlar ozishga boshladi. Toyir xondan keyin uning qarindishining o'g'li Birilash xon bo'ldi. Buning zamonida qozoq 20 ming kishi bilan qolgan edi. Tarixning hijriya 940-yildan keyin Birilash olamdan o'tganda qozoq butunlay bayram bo'lib, chechilib ketdi. Jumladan Eson Buxaxonning shu vaqtlaridan boshlab toki Rashidxonning zamonigacha Mo'g'ul bilan qozoqning orasida do'stlik bor edi. Ammo Rashidxon bu do'stlik aloqasini uzdi. Xudo qalsa bu ahvol Rashidxon voqealarining bayonida zikr qiling'isidir. 40-bob. Yunus xonning dastlabki xonliqqa o'ltirganligining bayoni. Sultan Abu Said Mirza ibni Sultan Mahmud Mirza ibni Miranshah ibni Amir Temur o'z akalarining bolalari ustidan g'olib kelib, Samarqandning Abdullah Mirzadan oldi va Mirza Bobur Qalandar ibni Mirza Baysungur ibni Mirza Shahrux Mirza ibni Amir Temur vafot bo'lgandan keyin Xorasonni ilkiga oldi. Shu qadar yuqori shon shavkatlik podsho bo'ldiki, Amir Temur naslidan uningdek ko'p yerlarni ishg'ol qilgan podsho o'tmabdi. U Xorasonni olgandan keyin o'z himmatini Iroqni qo'lga kirgizishga sarf qilyotdi.
Lekin İsam Buxaxanның təəvvüzüdən qorxub Iraqqa yürüş qılalmadı. Şuna Iraqqa kişi əvətib Yunus xanını aldırıb gəldi. Xorasanның köşəki bağı Zağan. Heratның ғərbi şimaldakı dağlıq joy. Aytishlarga qaraganda köşəki bağı Zağanı Şahrux və onun xotini Gavhar Şah ağa saldırğan ekan Muharrirdən. Degan yerdə Sultan Əbu Said Mirza Yunus xan bilan bir taxtda o'tirib, xonga shohona to'y tomosha qilib berdi hamda bir necha ish to'g'risida va'da va shartlar bilan qaror qilishdi. Ulardan biri shuki, Sultan Əbu Said Mirza xonga mundaq dedi: Amir Temur ko'ragan dastlabki qitim ko'tarilib chiqqanda, amirlar uningga itoat gadinni to'liq sunmadi. Köp sonliq kishilarni shu sababdan qatl qilsa, uningga ayib bo'lardi. Amirlar bir xonni tiklayli, hammamiz uningga itoat qilayli deyishdi. Shunga Amir Temur Suyurg'an G'atmishxonni saqlaydi va xonlik farmon, turkiy ishlarni uning itida bitatdi. Amirlarning hammasi xonga itoat qiladi. Suyurg'atmishxon vafot bo'lgandan keyin o'g'li Mahmud Sultonni uning o'rniga o'ltirg'izdi. Amir Temurning davrdagi toki Mirza Ulug'bek davrgacha bu qoidaga rioya qilinib kelgan edi. Ammo xon uchun bu bir ismdilla iborat edi. Oxirgi chog'larda xon ko'pincha Samarqandda tutqun holatda edi. Hozir podshohlik navbati menga yetdi. Mening buyuk istiqloliyatim shu darajaga yetdiki, hech qanday xonga ehtiyojim qolmadi. Hozir men sizni faqirlik libosidan ajratdim. Üstüvişinizga shohona xil'atlarni kiydirdim. Mana endi asli yurtingizga avatmoqchiman. Buningdagi shart shuki, buningdan keyin ilgirki xonlarning yo'lini tutmag'aysiz. Chunki o'tgan xonlarning hammasi Amir Temur avlodlarining hammasi avlodma-avlod bizning nökarlarimizdir deb da'vo qilishadi. Endi u da'voni tashlag'aysiz. Gerçi qadimda shundoq bo'lgan bo'lsa-mu, lekin hozir u martaba qolmabdi. Hozir men o'z oldimga podshoh turman. O'zgalarning meni nökrim deyish ehtimoli yo'qdir. Shunga xo'jayin va xodim degandek otoqlarni tashlag'aysiz. Do'stlik atiqi bilan atag'aysiz va podshohlik yusuni bilan Temuriy nasablik amirzodlarga deb xat bergaysiz. Yana do'stlar qatorida aloqa avatgaysiz. Buningdan keyin butkul avlodlarimiz bu qoidani tashlamag'ay. Shunda qilib, ular mushu mazmundagi bir qancha so'zga qaror qilishdi. Yunus xon Sultan Abu Saidning barliq so'zlarini qabul qildi. Bu va'dalarni qatma-qat qasamlar bilan ta'kidlashdi. Sultan Abu Said Mirza Yunus xonga ruxsat berdi va o'z chegarasi ichidagi barliq mo'g'ullarning hammasini xonga qo'shib berdi. 41-bob Yunus xonning ahvolining tafsiliy bayoni. Yunus xonning ahvoli yuqorida qisqacha bayon qilindi. Tafsiloti shuki, Yunus xon Uvays xonning o'g'li. Uvays xon Shir Ali xonning o'g'li. Shir Ali o'g'lan Muhammad xonning o'g'li. Muhammad xon Xizr Haja xonning o'g'li. Xizr Haja xon bo'lsa Tug'luq Temur xonning o'g'lidir. Gerçi Yunus xonning tug'ilgan tarixi noma'lum bo'lsa-mu, lekin vafot bo'lgan tarixi va hayotlik kunlaridan ma'lum bo'lishicha, Yunus xonning tarixining Hijriya 819-yili. Hijriya 819-yili, milodiya 1416-1417-yillarga to'g'ri keldi. Tug'ilganligi ma'lum. Uning otasi Uvays xon vafot bo'lgandan keyin xonliqqa Yunus xon o'ltirgan edi. Lekin inisi İsam Buxaxan va amirlar bilan uning orasida ixtilof yuz berdi. Shunga sardorlari Irazam Barin va Merak Turkman qatorliqlar xonni butkul bosh-boshdoq mo'g'ullar bilan Samarqandga ilib bordi. U vaqtda Yunus xon 13 yoshda edi. Mo'g'ullarning bu bo'linishi shu mo'g'ullar orasida bir tarix bo'ldi. Ta bugungacha shu vaqtdan boshlab tarix tutishidir. U mezgil tarixining Hijriya 832-yili. Hijriya 832-yili, milodiya 1428-29 yillarga to'g'ri keldi edi. Mirza Ulug'bek Yunus xonni otasining huzuriga avatdi. Mirza Shohrux xonga
tarbiyat va marhamatlar qilib, Mavlana Sharifiddin Ali Yazdining tarbiyasiga bahola qildi. Mavlana Sharifiddin Ali Yazdi cho'nqur tadqiq qilgan atrofliq bilimga ega donishmand edi. O'z davrida muammo ilmida Mavlana Sharifiddinga Samarqand, Xorason va Iroqlarda Parischa qo'lyozma Tehron nashri va Hanzuja nashriga asosan to'liqlandi. Muharrirdan barobar kelgudek kishi yo'q edi. Qadimda muammo boshqa yo'sinda edi. Hozir muammo xalq orasida to'nilib ketdi. Mavlana Sharifiddinning davonimi va muammo penida tasnif qilgan kitobimi bor. Zafarnamimi Mavlananing tasnifotidandir. Tasavvur tili bilan qaydasi burda ni sharhlabdi. Ehtimal bu qasidani hech kim uningdan yaxshiroq sharhlay olmagan bo'lg'aydi. Mavlananing yozgan boshqa kitoblarimi ko'p. Tafsiliy bayon qilinsa so'z uzraydi. Demak, Mavlana ilm va fazilatda kamolat egisi edi. Xon 12 yil Mavlananing xizmatida ilm va fazilat o'rgandi. Shu qadar ko'p fazilat hosil qildiki, ilgari va keyingi Mo'g'ul xonlari orasida Yunus xondek fazilatli podshoh vujudga kelmabdi. Mavlana vafot bo'lgandan keyin xon Yazdidan Paris va Ozarbayjon qatoriq taraflarga beribdi. Yaxshilik bilan safar qilib, ko'pincha o'z kasbi bilan kun kechiribdi. Shirazda vatan tutib Shiraz olimlarining majlislariga berib, ulardan fazilat egallabdi va barliq hunar kasblarda talto'kis mahorat hosil qildi. Shunga Shirazda Ustoz Yunus degan nom bilan mashhur bo'ldi. Shu asnoda Sultan Abu Said Mirza Xorasonni ishg'ol qilib, ondan Iroqqa lashkar tortish fikriga tushibdi. Lekin İsan Buxaxonning ta'arruzi tufaylidan Farg'ona, Toshkent va Turkiston taraflarida turishga majbur bo'lib, Iroqqa bora olmas edi. Shunga kishi avatib Shirozdan Yunus xonni elib kelib, yuqorida zikr qilingan va'da va shartlar bilan Mo'g'uliston taraflarga avatdi. Bu kunlarda xon 41 yoshda bo'lib, tarixning hijriya 860-yili Hicriye 860 yılı, miladiye 1455-1456 yıllarga to'g'ri keldi edi. 42. bab Yunus xonning Mo'g'ulistonga kelganligi. Yuqorida zikr qilib o'tilganidek, amirlarning har biri Mo'g'ulistonda o'z o'rinlarini mustahkamlab turib-o'tadi. Amirlar ixtilof paydo qilib Timur Uyg'urni o'ltirgandan keyin İsan Buxaxon Oqsuga kelgan edi. Dal shu chaqda Yunus xon Mo'g'ulistonga bordi. Mir Karimberdi oldi bilan xon bilan aloqa bog'ladi. Uningdan keyin ko'nchi amirlari va ba'zi tarqoq Mo'g'ul toiflari mulozimatga kelib qo'shildi. Shu chaqda tuman ko'nchi amirligi, tuman amir Mir Pirhoji ko'nchiga tava edi va uning o'z oldiga mustaqil hukmronligi bor edi. Xon uning İsan Davlat begim otliq bir qizni o'z nikohiga oldi. Xon uningdan 3 farzand yuz ko'rdi. Bu farzandlarning har qaysining zikri o'z navbatida bayon qilingusi. Amir Bekchak issiq ko'lda edi. U Amir Pir Haqbadi o'lgandan keyin uning qarindishi Amir Ibrohimning o'rnida o'ltirgan edi. U xonga itoat qildi. Shunda qilib Yunus xonning jamoati ko'paydi. Ammo bu amirlar necha zamondan beri har qaysi o'z oldiga ish ko'rib, ko'nib qolgan edi. Shu sababdan ular xo'jayin va xizmatkorlik adab qoidalariga ancha to'liq rioya qilmaydi. Xon har holda ularga siliq va muloyimlik bilan muomala qiladi. Shu tariqada necha muddat o'tdi. Uningdan keyin Yunus xon Qashqarga yuzlandi. Amir Saydali bu chaqlarda noiti qerib ketgan edi. Qiyirliqi shu darajaga yetgan ediki, otqa minsa Ravrus o'ltirolmaydi. Shunga Amir Saydali Qashqar qalasini ching saqlab İsan Buxaxonga kishavatdi. İsan Buxaxon bu vaqtlarda Mo'g'ulistonning sharq tarafidagi Yultuz hozirgi Baying'ul Mo'ng'ul Abtonom oblasti tabasida Muharrirdan degan yayloqqa ketgan edi. Bu xabar İsan Buxaxonga yetgandan keyin darhol lashkar to'plashga yorliq tushirdi. Bir necha kundala 60 ming kishi yig'ildi. İsan Buxaxon Yultuzdan 15 ming kishi bilan Qashqarga yurish qildi.
Muşunchalik odamdan 6000 kishi Esanboy xaqan bilan birga Qashqarga yetib keldi. Qolganlarning hammasi yo'lda qoldi. Esanboy xaqan yetib kelgandan keyin Amir Saydalimi 30 ming kishi bilan chiqib Esanboy xaqanga qo'shilib, Qashqardan Aqsu tarafga qarab 3 farsang yiroqlikdagi Xonsallar degan joyda qattiq urush qildi. Oxiri g'alaba Esanboy xaqan bilan Amir Saydaliga tava bo'ldi. Yunusxon qochib o'zini chetga oldi. Yunusxonning xotini va bola chaqalarmi Amir Saydalining qo'liga tushdi. Tırnaq ichiga ilingan joylar Farscha nusxadan to'liqlandi. Mehrin Nigar xonim Yunusxonning Eson davlat begimdan bo'lgan farzandlarining cho'ngi. Bu chaqda texi kichik edi. Amir Saydali ularga ot va yaroq berib, Yunusxonning orqasidan avatib berdi. Yunusxon Moğolistanға kelgandan keyin butkul jamoati chechilib ketdi. Shunga o'zi Moğolistonda turolmay, oila, bola chaqalarini Moğolistonda qo'yib, o'zi Xorasonga yuzlanib, Sultan Abu Said Mirzaning huzuriga bordi. Lekin xon shu darajaga tushib qolgan ediki, sovg'at qilgudek hech narsa yo'q edi. Xonning xizmatida Boyan Quli nomli bir kishi bor edi. Xon uningga iltimos qilib, "Men seni g'ulam deb Mirzaga sovg'a qilay" dedi. Boyan Quli rozilik berdi. Xon uni sovg'a qilib Abu Said Mirzaning huzuriga bordi va uningdan yordam talab qilib, "Menga vaqtliq turalg'u qilish uchun chegiralaringizda biror viloyatni bergaysiz. Moğol xalqi yana shu yerga yig'ilg'ay" dedi. Abu Said Mirza Andijon tavasidagi Yerkent degan joyni xonga berdi. Xon qaytadigan chaqda Bayonquli yig'ildi. Mirza uningdan yig'ilishining sababini so'rdi. Bayonquli haqiqiy ahvolni bayon qildi. Mirzaning uningga rahmi kelib, ot va yaroqlarni berib xonga qo'shib qo'ydi. Shunda qilib xon yana Mo'g'ulistonga keldi. Chechilib ketgan xaloyiq qaytadan yig'ildi. Shu asnoda Amir Saydali Qashqarda vafot bo'ldi. Hozirmi maqbarasi Qashqarda. U maqbaradagi gumbazga tarixga 862, Hijriya 862-yili milodiya 1457-1458 yillarga to'g'ri keldi deb yezib qo'yilibdi. Amir Saydali vafot bo'lgandan keyin xususan Yunusxonga ozodlik yuzlandi. Bu ishlar keyin bayon qiling'usidir.